Komandirovka 412 ming so'm bo'lar ekan deb norasmiy xabarlar internet tarmoqlarida tarqalmoqda. Bu lekin hozirgi kunda rasmiy xabar emas, norasmiy. Davlatimiz tomonidan hozirgi kunda mana shu masalani ko'rib chiqishmoqda. Agar ko'rib chiqadigan bo'lsa, Xudo xohlasa, kelajakda biz faqat yoz oylari uchun oldi oynalariga biz 412 ming so'm to'lagan holda may, iyun, iyul, avgust, sentyabr 5 oy mobaynida bemalol oynalarimizni qoraytirib, quyosh nurlaridan saqlanishimiz mumkin. Bu narsani davlatimiz rahbari xalqini o'ylagan holda mana shu masala bo'yicha topshiriq berganlar. Qaror chiqqandan keyin Xudo xohlasa bu haqda biz ham sizlarga xabar beramiz. Hozirgi kunda fake xabarlarga ishonmanglar. Bu norasmiy xabar bo'ladi. Hech qanaqa qaror yo'q, prezidentimiz qarorlari yo'q. 412 ming so'mdan belgilansin deb faqatgina bu narsa ko'rib chiqilmoqda. Yolg'on xabarlarga ishonmanglar, faqatgina rasmiy xabarlarni kunuzda olishingiz mumkin yoki bo'lmasam davlat o'zi sizga rasmiy xabarlarni sizga yetkazib berishadi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan qiziq ma'lumotlarni berib boramiz. Doim like, podpiska bo'lishingizdan chiqmasin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.